To'y boshlab qo'ydik. Og'lar bo'lib kelyapmiz. To'ylar muborak. İlacı olsa bugün ya. Gördünüz mü Mansur? Gördünüz mü? Sen sabıkamız boydanlık izle. Ha, ağzı. Beni şaşıltırıyaptı xullas. Bu qanday o'zgarib qoldi bu uylanaman menga SMS yozib yotdi bu. Ana tog'a uylanaman deb gapiring, obunachilar eshitsin, gap boraman. Faqat SMS orqali emas, gapirishingiz kerak, obunachilar eshitish kerak. Kuyovlar. Oy, yaxshimisiz? Qani kuyovlar? Uydami? Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, qandoqlaringiz sog'mi, charchagan qolmay yuribsizlarmi? Assalomu alaykum. To'y boshlab qo'ydik. Og'lar bo'lib kelyapmiz. To'ylar muborak. Makazak deb ana. Mansurdek uz. Assalomu alaykum. Bu qultarolim siyaqan kiyoshi. O'zi o'zi bilamanmi? Bu chiqarib olamiz kelaydi shu. Nimaga? Oxirgi o'xshab qolamanmi? Ha? Ko'zim qarz qolmasdi. Uni ham iloji bor. İki şekillik bir Gel. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qani? Qornim ham chiqib. Ana. Turing endi. Sanjarbek dedi-ku. Qalaysiz? Kuyov bola? Ana. Qani bu? Sanjarbek va ko'zingni yechib qo'yay, bunday qilib. Tanidingmi? O'shatir. O'tiring aka, o'tirib olaymi? Bittamni so'rashib qo'y o'zim. Qani endi? Qani 5 tashlab qo'y. Bu katta bola bo'lib ketdi-ku, soqollarni qarang. Yo'q. Haqiqiy o'sha 8 ga kirganini endi ko'rib bildim. Yaxshimisan ukam? Tuzimsan? Tanjoning sog'mi? Yana ancha bo'ldi, to'g'ri, sendan xabar olishga vaqt bo'lmadi. Biz boshqa o'yindan ketib qoldik-da. Lekin hozir men Anvar akadan o'ylashib ketdi. Anvar akadan hozir eshitib, Ilohim, tinchlik, xotirjamlik, xursandchilik bo'lsin. Umrimizga, rizqimizga Alloh baraka bersin. Hammamizni topayotgan bilan to'ylarga umr hisobiga nasib qilsin. Shu Sanjarbek ukamiz ham katta yigit bo'lsin, to'ylar bo'lsin. To'ylarda xizmat qilishi hammamizga nasib qilsin. Tuzimisiz? Yaxshi, rahmat. Esimiz orqali gaplashamizmi endi? Ha? Menga esimiz men javob qaytaraman bu o'zim. Bo'laveradimi? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ancha yillar bo'lib ketdi, Sanjarbek jinchamiz ko'rganlar yo'q. Mana bizlar endi kelyapmiz, to'g'risi bu narsani tan olishimiz kerak. Mana Sanjarbek nimadir deb esimiz yozib olmagan tushuntirmoqchi. mayli. O'zi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Yuribsiz, uydagilar hamma yaxshimi? Mansurjon ham Yaxshi, yaxshimisiz? rahmat. Uydagilar hamma Alloh yaxshimi? shukr. Salomon kelib bilaringmi? Akasiz ham Ha, yaxshimisiz? o'qiymi endi? Bo'ldi. Tuzimisiz? Yuribsiz, uydagilar hamma yaxshimi? Sanjarbek. Qani torting. Ha. Voy, torting ko'rsatish Hozir kerak. ko'rsatmayman. Ko'rsatish kerak. Odina İçinizde. qizi. Gap yo'q. Obunachilar mayli. Ishlar qilib, u bu safar so'kishga qolmay, ochib qo'ymaydi. Bo'ldi. Mana. O'zinglar o'qinglar. Juda ham ajoyib narsa bo'libdi. Onun uchun Sanjarbek kuyovi chotki
bo'lish kerak. Onun uchun sochlar olib, cho'tka qilib, Ha. soqollardan Soqollarni olib, olib. sochlar kalta qilib, o'nda turyapsizmi? Ha. Kuyovi, o'nda turib, qarab chiqish kerak. Alaykum assalom. Ha, esimga yozib qo'yganman. Xullas, Katta qo'l. mana qarang. Men dehqonchilik qildim, qovun ekdim. Qovun olib keldim. Dehqonchilik o'zim mehnat qilib, Bu mana sizniki. bitta hidab Ha? Ana bitta hidlab qo'ying. Ana, o, qale. Buyoqqa SMS orqali gaplashar ekanmiz. Ha. gapiradi. Mana qarang. Sanjarbek, Hozir SMS'da bir yozsinchi. Haqiqatan kechagi videolarni ko'rdinglarmi? Bay. Mansurbek o'zi boshqacha video bo'lgan. Ana hozir ukam video olyapti. hop, SMS'ni o'qiymiz. Iloji bo'lsa bugun deyapti. Ko'rdingizmi Mansurbek? Ko'rdingizmi? Sizlar shunaqa bo'lganmiz bo'ydoqligingizda. Ha? Ana tog'asini shoshiltiryapti. Yozing. Bo'li shekilli, qarang. Bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? Boramanmi, bormaymanmi? Qani yana bir o'qib qo'y. Borasizmi deb yozib qo'ydim. Ha. Mana qarang. Uning uchun siz og'zingizni yumang. Yumang. Ha, yumang. Kelgan paytda yumang. Yana ham yumang. Ha? Qashaq turib o'rganishingiz kerak. Chunki u siz uylanadigan qiz bor-ku. Siz bilan gaplashish kerak. Nimaga qo'yib beraymi, mas'ul? Qani? Sanjarbek uylanaman deyapti. Bizga SMS orqali uylanaman deyapti. Endi onasi bilan suhbatlashamiz. Onasi nima deydi? Chunki otasi o'tib ketgan. Mana bu Sanjarbekni biz tanimasdik. Shu Erkinjon O'ro'yich ukamiz, yo'llar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin, shu ukamiz menga aloqaga chiqib Anvar aka, men umuman yo'nalishim bor, lekin bir oila bor qiynalgan. O'shalarga bir yordam bering deb aytganda biz qo'llaymiz. O'sha paytda Mansurbek shogirdim edi. Biz qo'llaymiz, biz boramiz, padishasiz eplaysiz deb Mansurbek bilan kelib, hozir o'qiyman. Yana qo'shimcha gapi bor ekan. Ha, qo'shimcha gap. Qo'shimcha. Shunaqa deb, mana Mansurbek bilan bir yerda shu Erkinjon o'rin ukamiz oldida turib, mana shu uylar solingan. Mana Sanjarbek ukamizni o'rnagan joylarni qolmadi, qo'ldan kelgancha endi shifoni Alloh berar ekan. Endi sababchi qilib bor ekan, ko'pchilik sababchi qilib bor ekan. Sababchi insonlar ko'pchilik ehson qilgan. Ehson orqali o'sha yaxshi mutaxassislarga olib borib ko'rsatilgan, lekin o'sha oxirgi kelganimizdan keyingi holat hozir yaxshi tomonga o'zgaradi. Chunki qarov yaxshi. Qarov yaxshi bo'lsa, agar Qilamiz, hozir. qarov yaxshi bo'lsa, yaxshi tomonga o'zgaradi. Agar o'sha yotgan bemorga qaramaydigan bo'lsa, minusga qarab ketadi. Hozir mana 18 bahorda qarshi olib, uje menga SMS yozib, hozir meni shoshiltiryapti xullas. Bu qanday o'zgarib qoldimi? Uylanaman, menga SMS yozib yotdi bu. 8 oydan beri u qiz bilan gaplashar ekan. Meni xabarim yo'q. Gaplashdim, u qiz hozir borib oqlik olib kelsak deyapti deydi. Men borib qayerlik o'zi? Men adreslarni ham yozing endi. Kuyov bola adresda. Telefon. Mendan tez yozadigan bo'lib qolibdi SMS demay. Surxondaryomi? Ha? Surxondaryo uzun. U degani Mansurbek bilasizmi? Uzun. Bu Tojikistonga chegara joy. Regar bor-ku. Surxondaryodan Surxondaryo kelinimiz Surxondaryo qandasi ish qo'llaysiz. U Surxondaryolik bo'lsa, siz chustlik bo'lsangiz. Gruppadan topib ekan. Ha? Gruppadan. O'qish sizni sevdimi? Siz ham sevdingizmi?
Ha. Og'zi Ko'chiraymi uni? Mana men o'ynay deyman. Emasmi? Siz yordamlashib oling. ha, men o'zi tushunib qoldim. Ha, yozaver. Ha? Yozasanmi? Yozaver Sanjar aka. Siz nima deysiz endi? Endi bilmasam endi sevib qoldim uylanaman deyapti endi bilmasam endi deyin. O'shanga sizlarga murojaat qilgan joyim bitta Anvar aka. Endi mana har bir ota-onaning orzu havasi bor. Sizdan baribir orzu havasingiz bor. Kelin olay deysiz, kelinni o'rnidan bir piyola choy ichay deysiz. Mana hozir ertaga hammamiz ketamiz. To'g'ri. Qachondir kun Alloh bergan umrni ko'raylik. To'g'ri. Ertaga mendan keyin kim yo'qoladi degan narsa baribir ko'nglingizda o'tadi. Ha, bo'ldi. Shunday. Qilamanda mandan keyin bola qo'rqib kelsa siqilib qolamanda. Hozir kuyov bola ayaz bilan gaplashib o'qiyman. Xo'p, O'sha kelajagini o'ylab baribir singlisi birov qasini. Xo'p, ayaz bilan maslahatlashib olaylik. Aylimi? Faqat oqlik olib keling deyapti. U tomon rozimi? Ha? Bo'ldi. U tomon bilan gaplashamiz. Kuyov tomon bilan gaplashdik. Endi u tomon bilan bir gaplashamiz. Ha? Bo'ldi. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Uning uchun siz yaxshi tomonga o'zgarishingiz kerak. Ha, hozir mana sal yaxshisiz. Tilingizni chiqarmang. Iloji bo'lsa mashina turib gapirsangiz ham bo'ladi. Gapiryapsizmi? Uylanaman deyingiz qani bitta. Yo'q, men eshitishim kerak. Mansurbek ham eshitish kerak. Obunachilar ham Hamma uylanaman deyinchi. Uylanaman desangiz boraman. Gap yo'q. Anvar tog'a uylanaman deb gapiring, obunachilar eshitsin, gap boraman. Faqat SMS orqali emas, gapirishingiz kerak, obunachilar eshitish kerak. Ya yaqinroq. Yaxshilab gapiravering. Ha. Oqlik olib kelin deyapsiz, uylanaman. Qani gapiringchi. Ha? Ya, bunday emas, gapiring. Ha? Sal eshitilyapti. Sal endi, sal eshitilyapti. Men eshitsam keyin boraman, bo'lmasam bormayman Sanjarbek. Buni bilan gapirish oson. O, Tojikiston chegarasiga borib kelish bor. To'g'rimi? Ha. Bo'ling. Ha. Qulog'ingizga aytarkan. Qulog'imgami? Bekorlarda odamlar eshitish kerak. Obunachilar, gap. Sanjarbek uylanaman Anvar tog'a desa, men o'sha Surxondaryoga sovchilikka borib kelaman. Mansurbek ham boradi, Abdumalik ham boradi. Gap, boradi. Uchalasini ham olib boraman. Uchalamiz ham boramiz. Ha? Ha, yo'q, kuyov bola keyin boradi. Oxloq oldida Yo'q, kuyov bola bormaydi. Bu buyat bo'ladi. Oxloq oldida kuyov bola bormaydi. To'g'rilab qo'y telefonni. Kelin bola bilan ko'rish uchun kuyov bola boradi, lekin kelin bola shu yerga ketdi-ku. Oqlikni biz borib olib kelamiz. U tomon unasa. Oxloqda kattalar borib olib keladi. Borib iltimos qilamiz. Borib. Ha, Sanjarbek. Ha, bu biz roza kutayotgan ekanda. Hozir ochib beraman. Ochilmadi. Yo'q, ochmang, gapirsin. Gap Sanjarbek. Men eshitdi. Obunachilar eshitsin, bo'ldi, gap yo'q. Bir og'zim gapingiz yerda qolmaydi. Boraman sovchilikka. Uning uchun siz obunachilarga men uylanaman deb aytishingiz kerak. Ha, turing. Ha? Aytdi hozir. Qo'lingizni bering, tortib qo'yaymi? Turingchi. Gapiring. Ha. Uylangiz kelayotgan bo'lsa, ayting. Gap, Sanjarbek. Keling, Sanjarbek men turib. To'g'ri. Gapirib turgan odamga oson, lekin bu Sanjarbek akamiz bemor. Ha. Gapiring. Men qaramayman, bu qulog'im sizda. Gapiravering. Gap. Uylanaman Anvar tog'a.
Ha, uylanaman. Eshit. Ya bana siz sapalish yo'q. Meni sarpal eshitildi. Ha? Sarpal eshitildi. Men uylanaman degan. O'tirib gapiramiz, endi yotib olib gapiryapti. Turing o'rniga. Turing. Ular Sanjarbek uylanaman deyapti. Uylanasiz. Anvar tog'a deng. Anvar tog'a uylanaman. Shart gapiring. Uylanaman. Turing bo'pti. Turing. Nurmala obunachilar ko'rayotgan bo'lsanglar, Sanjarbek uylanaman deyapti. Yani aytyapti. Endi siz eshitmayapsiz deymanmi? Sarpal eshityapman. Baribir ukam tomon bo'lyapman, nima? Ha? Uylanaman deyapsan-ku, to'g'rimi? Ha? Yaqinroq keling, yaqinroq keling. Turing. Ko'rsatamiz. Turing. Tur o'zing. Turing o'zingiz. Qani. Turg'izib qo'yamiz. O'zi turarkan. O'zing tursin. Turing. Aha. Aha. Gap yo'q. Ushang endi, ha? Ha? Besh tashamdi. Ha, eshitganim yo'q. Mansur tog'azni aldamang. Mana qarang. Sanjarbek. Kelinni oti nima? Ha? O'zi aytga qaramang. Siz ayting. Qani eshitaylik. Kim? Ayting. Hatice? Hatice'mi? Mashrabxon deyapti. Mashrabxonmi? Yoshi nechida? 18. Siz bilan tengmi? 18. Sal eshitsa bo'lyapti. Gap. Endi to'ygacha gapirishingiz kerak-da, Sanjarbek. Ana. Ha? Xudo xolasa tushundingizmi deyapti. Ha, ya tushundim. Lekin men uylanaman o'rtoq deganingizni uncha tushunmadim. Gapirib qo'ysam. Sizga yalinyapti, olib kirayin deb. Sanjarbek, jiyan. O'ziyan. Endi bu jiyanimiz ham Ananiki bo'pti. harakat qiling. Bo'ptimi? Bo'ldi. Bo'laveradimi? Kelishdikmi? Ha? Ha, deyapti. Endi nima deyapti endi bu? Ha. Hozir? Ya hozir men buradan kelganda jo'natdim. Hozir bittasi deyapti. Surxondaryo yaqin emasda, u 1 sutka yurish kerak. 1 kun yurish kerak. U zo'r, rosa zo'r. Boramiz. Xudo xolasa ertaga ham indin ham boramiz 1-2 kun ichida. Oldin sirad ishlarni yig'ishtirib borolmaymiz-da. Ha? Hozir Rostam aka deyapti. Ayiz bilan gaplashaylik. Uyning kattasi onangiz. Onangiz bilan o'tirib gaplashaylik Sanjarbek, xo'p? Onangizga gaplar bilan deb plan qilib ko'ramiz-da. Onangiz nima deydi? Xo'p? O'shanga qarab ish qilamiz. Bo'ladimi? Bir yil uylanishingiz kerakmi? Ha? Bir yildan qolsa bo'lmaydi. Obracha bu Jiddiy qaror. Jiddiy. Doktorga nima bo'ldi? Doktorga oxir paytda qachon bordingiz? Olib borganimizga 2 yilcha bo'lib qoldi. Doriga ham yetkazolmay to'xtatib qo'yganman-da dorilarni. Undan keyin o'zgarish bo'lmadimi? Endi mana shunaqa o'tirib olib-panku. Nima deysiz endi bu Sanjarbek to'y haqida? Onasiz endi bor, onasiz. Endi o'ziga yoqqan bo'lsa, endi uylangisi kelyapti. Endi bu ham uylangisi keladi. O'sha qizi bilan bu sevisharkan mana. Mana obunachilar faqat o'sha qizga yozib qo'yibdi. Boshqasi kerak emasmi? Haqiqiy sevgi. Manda endi bolamga o'sha qiz yaxshi qarab yursa, men roziman Anvar aka. Baribir hammamizni bog'lab bermagan. Mandaki o'sha qiz buni o'qib bog'tarab yursa, men hamisha yaxshi yuraman. Endi bu turmush deb qo'yganda bu o'ta nozik narsada. Mana oddiy misol
kechadan oldingi kuni gaplashdik siz bilan. Bir onaxon mendan yordam so'rab kelganda, endi hali yomonlikni o'ylamasang yaxshilik bo'lmaydi sizga ham aytdim men. Çünkü har doim xursandchilik o'ylamaslik kerak-da, yomon tomonni ham o'ylash kerak. Bu turmush o'ta nozik narsa. Biz bir ikki marta biz imенно shu turmush sohasiga bir aralashib ko'rib, ozgina dakki ham yeganmiz, gap ham eshitganmiz. O'shuning uchun qatiqda ham pulda bichadigan bo'lib qolganmiz. Mana siz ham biladi, obunachilar biladi. Qancha gap so'zlarga qolganmiz. Oddiy misol uzoqdan gapirish kerak, mana kaltak bilan uradigan enamizni yangi kelinlar edi. Mana rosa shov-shuv bo'ldi. Mana ajrashib ham ketishdi. Bundan oldin mana mashina kalkini qo'yib qo'yib yurgizib olmaysiz. Mana progressdagi aytganimiz mana to'ykin ham progressdan bir qiz tegaman dedi, onasi olib ketaman dedi, asham shov-shuv bo'ldi. Undan keyin bir onaxon keldi, yordam so'rab hech kimim yo'q mana deb rosa iltimos qildi. O'sha gruppada qisqacha efir qilib, o'sha yerda mablag' yig'ildi. Ular ko'p mablag' yig'ilmadi. Yo'l kirasiga boshqa bir 300 ming pul yig'ildi. Shu bilan onaxonga berdim, onaxon duo qildi. Ketdi, ijtimoiy tarmoqqa chiqardim. Uni taniydigan insonlar juda ko'p ekan. Bir nechta o'sha chollarda aldab ketgan ekanda. Demoqchimanki, Sanjarbek gap bilan bo'pti mayli deb aql borsak, vaziyat boshqa bo'lib qolsa, uning uchun mahalladan surishtirish kerak. O'sha qandosh urug' bormi, yo'qmi, u qiz qanaqa? Oddiy misol, mana ichimizda hojiona hoji da'volarni ko'p turgan bo'lsa, kelin olayotgan bo'lsa, mahallasiga surishtiriladi. Endi musulmonchilik urf-odati bor-da. Misol uchun mana oqlik olib kelin deyapti, oqlik olib kelish uchun ham biz borib surishtirishimiz kerak, bilishimiz kerak, yaqinlar bilan bir suhbatlashishimiz kerak. Yaqinlari bo'pti mayli, beramiz deydigan bo'lsa, kattalar bilan uchrashib, gaplashib, endi Surxondaryo ham yaqin joy emas. Uzun bu Tojikiston chegarasi, Regarga qo'shni joyda turadi. Mayli, Sanjarbek misol uchun uylanaman deyotgan bo'lsa, boramiz. Lekin o'sha qiz tomonda ham surishtirish kerak. Endi sizlarda ham misol uchun ular ham borib surishtirar. Qanaqa oila, aka-ukalari bormi, qandosh urug'i bormi? Bu Sanjarbek yoshidan shunaqami? Ular ham qiziqadi-da, chunki mana hozir ko'rgan odam jismoniy imkoni cheklangan ekan, tug'ma bo'lsa aytib, farzandlari ham shunday tug'iladi deyish mumkin. Bu Sanjarbek tug'ma bunaqa emas. To'g'rimi? To'g'ri, ha. Keyin bo'lib qolgan. Video qo'yasizmi? O'shuning uchun u tomonni ham o'rganishimiz kerak. Ular ham sizlarga bir qiziqish kerak. Bu qizimizni kimga beryapmiz? Qanaqa oilaga deb misol uchun qiziqadi baribir. To'g'ri, baribir qiz boqmoq emas. To'y bir kunda o'tib ketadi, ertaga bularda yashashi bor. To'g'ri. U qiz misol uchun bo'pti mayli deyotgan bo'lsa, ertaga misol uchun 1 oy, 2 oy turib oila buzib ketsa, bu Sanjarbekga qattiq zarba bo'ladi. To'g'ri, voqea ketib qolsa deb Voqea qo'rqasiz. ketib qoladi, undan battar bo'lmaydi. Shuning uchun o'ylab ish qilish kerak. Mayli, o'sha Sanjarbek misol uchun ko'yni uchun ham borib, siz o'sha uydagilar bilan gaplashgan bo'lsangiz, biz ham borib gaplashib, kak tog'a bo'lib borib, o'sha yerda oqligini olib keladigan bo'lsa, olib kelamiz. Endi hamma gap siz bilan o'g'lingizda-da. Endi mana endi nima deyman, endi olib berasan o'sha qizni deyapti, endi mandan keyin endi o'sha qiz qaraydigan bo'lsa, endi bularga o'sha qiz deyapti-da endi. O'shanga sizga murojaat qilib, sizga chaqirgan joyimizdagi. Endi bu turmushda To'g'ri, haqiqatan to'g'ri. so'rab surishtirib, oila qilinmasa, bu Hozir ko'p oilalar mana bugun ham eshitib qoldim bir joyda, qayerga aytmay qo'y. Qaynonasi orqali qiz chiqib ketgan, bugun menga telefon qilishdi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarib berildi. Kelincha chiqib ketgan, hozir ota tomon qidiryapti. Mana undan oldin Farg'ona kanaliga misol uchun cho'kib ketdi. Endi o'sha qaynotasi tomonidan bo'lganda, nima bo'lgan endi o'zlari biladi. Biz bunaqa ishlarga aralashmaymiz. Bitta yashab ketishga misol uchun aqli yetgan bo'lsa, u yoq bilan ham gaplashish kerak, bu yoqdan ham yaxshilab so'rashingiz kerak-da. Chunki bu hozir bu rosa qiziqqan payti-da. To'g'ri. Qiziqqan payti. U qiz ham hali, u qiz ham misol uchun 18 ga, u ham yosh.
Shu Surxondaryodan ketsam bo'ldi. Sanjarbekni oldiga borsam bo'ldi deb o'zim o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi bularni yoshida hozir ko'zi ko'r, quloqi kar payti. Evet. To'g'risi gapda, eshitmagan quloqiga gap kirmaydi. Endi biz yosh kattalar bu narsani hal qilishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Endi bu Sanjarbekni oilasi haqida ham yana bir qisqacha gapirib o'tamiz. Hozir necha yil bo'ldi Sanjarbek shu holatga tushganiga? Sentyabrda bu 8 yil bo'ladi. 8 yil. 8 yil bo'lgan paytda keyin Erkinjonga murojaat qilgansiz. Ha. Yo'q, kasalligimi? Ha. Yo'q, o'shani 6-sinfgacha o'qiganda, 6dan keyin buyog'i shunaqa bo'lgan. 6-sinfgacha o'rtoqlar bilan borib kelib Bordi keldi qilib olib kelgan. Undan keyin shunaqa holat bo'lgan. Keyin murojaat qilganmiz Erkinjon rahmatlikka. Xo'jayin o'sha paytda o'tganmi, undan oldin Yo'q, o'tgan? xo'jayinim 10-sentyabrda o'tganlar, keyin undan keyin 2 oydan keyin shunaqa qolgan. Bu opamiz ham xo'jayinlari yo'q, boquvchilar yo'q. O'sha mana bemor bo'lgandan beri ko'chaga chiqib ishlayolmaydi opamiz ham. Faqat shu farzandiga qaraydi, bitta qizlari bor. Maktabga boradi, uyga keladi, ovqat tayyorlaydi, o'g'liga qaraydi, hojatda deydi, boshqasi deydi. Ko'chaga aylantiradi. Mana 2 yildan beri davlatgani ham olib borgan yo'q ekan, avlodlar yo'qligi uchun. Bugungi kungacha mana qancha odamlar bizga uchun yordam qilib kelgan. To'g'ri chiqarganimizga yordam qilyapti. Mana telefon nomerlari misol uchun opam nomerlari bo'lsa, kimlardir kontaktda qolgan bo'lsa, hozirgacha telefon qilayotgandir. To'g'ri qilishadi, ha, bor. Shoirlarga keltiradilar, sizlarni ko'p so'raydilar. Mana shunaqa. Endi o'tgan kunlarni esdan chiqarmaylik. Mana o'sha Sanjarbek ukamiz 18 ga to'libdi. Uylanadigan bo'lsa, uylanadi-da. To'y bo'lsa to'yda Sanjarbek. Ular tomon rozi. Siz ham rozisiz. Men ham roziman. Endi shu Siz ham rozi? bolam xursand bo'lsa bo'ldi aka. Orqaga ketmayman, mana shu xursandchiligini o'qimaylik endi. Endi u tomon rozi bo'lsa bo'ldi. Obunachilar. Onun uchun sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa u tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, yana gaplashamiz. Sanjarbek bo'ladimi? Gaplaringiz bo'lsa gapiring, anchadan siz ham ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningiz yo'q. Ortadan mana bu odamlar aka, siqilib mana tashlarda yo'q bo'lib qolgan aka. Boshi tashdan chiqgan opamiz. Lekin agar Sanjarbek uylanadigan bo'lsa, ancha yengillik bo'ladi. Bemalol bir ko'chaga ham chiqadi. Tamshida balkim ishlar. Mana o'shanga siz aytmoqchidan gapingizdan qildim. Endi o'sha qizga uylab qo'ysam, ikkalasi mana uyda o'tirsa, qizim bilan tijoratni birovni qilaman deydi. Qizimni olib chiqib ketaman, endi kelinga tashlab endi mana o'tirmayman, endi mana meni kelin keldi deb ko'chada ish qilaman endi. Mana to'g'risi mayli o'zimni bolam harakat qilishi, bolamni shunchalik qarab o'qib o'qtaryapman. Lekin men ham to'g'risi qiyin ekan baribir yolg'iz ayolga. Andaraka. Bir kunda necha marta 10 marta ham ko'chaga olib chiqib ko'tarib olib chiqaman. O'zimni kechqurun bilan belim bor edi, oyog'im tomir tortishi bor edi. O'zimni dardim o'zim bilaman aka. Alloh shifo bersin farzandingizga. Asha bir Regarga borib, Regardan Surxondaryoga o'tib, Dehqonobod degan joyda kelayotgan paytimizda yo'lda qandaydir bir joyga kirgim kelib qoldi. Mahallaga bir kiray ichdim, qiynalgan oila bo'lgan. Kirsam 80 ga kirgan ona 60 ga kirgan qizini o'ylayapti. Qarib qolgan ona qizlari 60 ga kirgan, turmush chiqmagan, yurolmaydi, emgalab yurar ekan. Shu emgalab chiqar ekan, aqli ham sazayib qolgan. Men o'lgandan keyin nima qiladi qizim deb o'ylayapti. Endi 100 ga kirsa ham baribir bola ekanda, nechaga kirsa ham baribir farzandi bola ekan. Endi orzu-havasini ko'ring, farzand orzu-havasini. Ha, xudo xolasa. Sanjarbek bo'ldi, men syomka qilma, YouTube'ga qo'yasizmi? Ha? Sanjarbekni o'ziga qo'yasizmi yo? Kanalli bor, kanalga qo'ysa kerak. Bo'ldi. Adeli gapirib beraman sizga. Uylanaman deb qo'ying endi bitta. Nima deysizlar obunachilar? Kelin tomon qiz kelin rozi ekan, Sanjarbek ham rozi ekan, 2 yosh bir-birini sevib qolibdi. Oqlab ko'rmasiz bo'lmaydi deb Sanjarbek turib oldi. Bir 2 kundan beri chaqiryapti. Bugun ham telefonga o'chirib qo'ydingiz-a? Ha, qaytarib men ko'tarmadingiz, ha?
Bo'laveradi. Ayaz bilan gaplashaylik yana bir, ha? Bo'laveradimi? O'rtalaringizga ham aytib qo'ygandirsiz, sinfdoshlarga hammasiga. Uylanaman deb, ha? Aytib qo'ydim hammasiga. Mana bitta qo'shnimiz ham birgina ko'ra ertalab chiqib keldi. Endi xo'jalarga borgan odamda endi oshini men ko'taraman, singlim desa xursand bo'ldim. Shu bolani yetim boshini silab o'zim hech kela osh bo'lsa ham davlab beraman dedilar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, agar u tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa kuchi birlikda deydi. Biz ko'pchilikka hech narsa emas, Xudo xolasa mana bittasi oshini qilib beraman deb, bittasi sho'rasini qilib beraman. Shunaqa to'y bir kunda o'tib ketadi. Mana bitta sinfdoshini ayolari mana kelinga kecha bo'lni sarpolar qilib tashlab ketdilar. Ancha bir dunyo kiyim kechaylar. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Keyingi darslarda Xudo xolasa Sanjarbekdan bir yangilik kutib qolamiz, ha? Bo'laveradimi? Bu blog urib ketadi mashq qilishib o'zi. Haylashib qo'ying obunachilar bilan. Xayr deyapti, ishlaringmi? Sog' bo'yla. To'y bo'ladi, Xudo xolasa.